Assalomu alaykum, Penablog O'zbekiston kanali obunachilari do'stlar, 2025-yil 25-may holatida Penablogdan qurilgan uy bilan tanishtirib o'tamiz. Penablogdan qurilgan uy, Penablog g'ishlari, Xitoy hind parashoylari bilan narxlari bilan tanishtirib o'tamiz do'stlar. Ko'rishlaringiz mumkin. O'zimiz qurgan uyimiz 1 yildan beri ochiqda turibdi. Yomg'irda erib ketadi, qo'l kirib ketadi deganlar uchun ko'rishlaringiz mumkin. 1 yildan beri ochiqda turibdi. 1 yildan beri videolarini chiqaramiz. Mana bu tomonda eski uylarimiz bor edi. Eski uylarni buzib tashlab, fundamentini quydik. Fundamenti bir hafta 10 kun qotgandan keyin bu tomonlarni ham terish jarayonlarini ham ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Sonra mana bugun fundamentini tugatdi. Mana bu yog'i nasib bo'lsa 10 ga 10 ayvon bo'lib qoladi ichkari. Bu tomon ichkarigi xonalarni ham ko'rsatib o'taman yangi kuzatuvchilar uchun. Ko'rishlaringiz mumkin, mana shunday har 3 metrga, 4 metrga beton qo'yib, sesma qo'yib, yaxshi holatda qilib terib ketganmiz. Zo'r holatda turibdi. 1 yildan beri hech qanday aybi yo'q do'stlar. Bolalarni bosdik. Eshik derazalarning tepasiga e'tibor beramiz. Latoychali g'isht terilgan. Juda yaxshi holatda turibdi. Latoychali g'ishtlar terilgan. Mana bu ichkarigi xonalarni juda ko'p videolarda chiqarib boryapmiz. Zo'r holatda turibdi. Juda ko'pchilik sifatsiz Penablog ishlatib qo'yib, keyin Penablog bo'lmaydi deb ketidan gapsiz qilib yuribdi, lekin mana biz terganmiz. Juda yaxshi holatda turibdi. Faqatgina sifatli Penablog tanlashda adashmaslik kerak do'stlar. Bizda tumbaligidan, latoyligidan hammasidan bor. Adresimiz Qashqadaryo Muborak tumanida 13 ming so'm joyda yuklab beryapmiz. Puliga yarasha sifati juda zo'r, qattiq Penabloglar. Mana bu tomon oldagi tomondan ko'rinishini ham hozir ko'rsatib o'taman. G'ishlar bilan, parashoylar bilan tanishtirib o'taman hozir. Ko'rishlaringiz mumkin. 1 yildan beri mana shunday holatda turibdi. Bu usti yopilmagan, bozorlar bosib, vassa qoqib qo'yilgan, tamom. Yomg'irda ham, qorda ham, muzlamada ham turibdi hammasi. Hol ustini pena qilamiz, pena qilish jarayonlarini ham ko'rsatamiz. U tomon ayvonni terib olsak, ko'rsatamiz. Mana bu burchak yorilgan. Sababi pagurchik narki paxsa uylarni buzish payti mana shu yerni durtib oldi. Uni kesib olib tashlab boshqalardan teramiz u yoqni. Pagurchik durtib olgani uchun mana shunday bo'lgan shu burchak. Ko'rishlaringiz mumkin. Qolgan joyi ideal holatda turibdi. Betonlari qo'yilgan. Zo'r, ana endi Penablog g'ishlari bilan tanishtirib o'tamiz. O'ta qattiq holatda, burchaklari butun qattiq g'ishlarimiz. Ovoziga baho berib do'stlar, layklarni bosib ketamiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna tugmachasini bosib ketamiz. Mana bu ovozi yoqqan bo'lsa, laykni bosib ketaveramiz. O'ta zo'r holatda hammasi. Bunaqasini topolmaysiz boshqa joyda. Puliga yarasha qilib mahsulotni ko'proq qo'shib chiqaryapmiz. Mahsulotni ekonom qilmasdan puliga yarasha qilib chiqaryapmiz. Bu tomon hammasi shunday. Ko'cha tomon g'ishlarni ham hozir ko'rsatib o'taman. Mana bu yerda tumbali g'ishlarimizdan bor, zapas. Hozir yangi qolipdan olish jarayonlarini ham ko'rsatamiz. Tumbalik, latoylik hammasidan bor. Hozir parashoylarni narxi bilan bir qator tanishtiray. Ko'chadagi g'ishlar bilan qolipdan olib chiqyapti. Yangi qolipdan chiqqan g'ishlar bilan hammasini tanishtirib o'tamiz. Mana bu yerda do'stlar Xitoy parashoylarimiz narxi ko'tarilgan, 1 million so'm joydagi narxi. Hindiston parashoylarimiz 1 million 200 ming so'm joydagi narxi. Xitoy parashoy kiloga 45 ming so'mdan joydagi narxi. Inkam 10 kilo qilib ochib ham sotamiz. Qopga pul yetmaydi deganlar uchun kiloga 10 kilo ham yuboramiz. Parashoylarimiz ko'p, telefon qilaverasizlar. 1 million so'm joydagi narxi, yo'l kira ustiga minadi. Mana bu tomonda latoyli g'ishlarimizdan bor. Latoyli g'ishlarimiz o'ta qattiq, ideal holatda. Ko'rishlaringiz mumkin. Qattiq g'ishtdan shunday yaxshi tinkillagan ovoz chiqadi. Bu tomondan tepa tomondan ko'rishlari g'ishlarimiz. Zapas g'ishlarimiz bor do'stlar, telefon qilaverasizlar. Adresimiz Qashqadaryo Muborak tumanida. Hammasi qattiq, ideal holatda. Zapaslari bor. Telefon qilaverasizlar, yetkazib beraveramiz. Yangi chiqayotgan holatlarimni. Razmerlari 20-30 olmish razmerda.
Ho'l payti 30 kilo, qurigan vaqti 15 kilo. Standart holatda burchaklari butun. Ko'rishingiz mumkin. Bitta ideal holatda. Qurigan vaqti oppoq chiroyli bo'ladi. Hozir sarg'ish yog'di rangi bor. 2 soatdan keyin o'sha rangi qolmaydi. 4-5 kundan keyin qurish payti oqarib qoladi hammasi. Kimga qiziq bo'lsa, mana bu tomonda 40 lik g'ishimiz bor. 40 ga 19,5 Buni ham zakazga chiqarib beramiz. Qoliplarimiz bor. 6000 so'm buni narxi. Mana bu tomonda qurigan g'ishlarimizdan bor do'stlar. 13 minglik g'ishimiz bular hammasi. Bitta baquvvat bular. Qo'l umuman botmaydi. Qo'l botadimi deganlar uchun qo'l umuman botmaydi. Yengil g'ishlardan emas. Bu g'ishlar og'ir 15 kilo, 16 kilo, 15 kilo, 16 kilolik g'ishlar bular. O'shaning uchun ham mahsulot ko'p qo'shilganligi uchun ham og'ir, qattiq bo'ladi. Xullas do'stlar, adresimiz Qashqadaryo viloyati Muborak tumanida 13 ming so'mdan joyda yuklab beryapmiz. Penoblok g'ishlari, Xitoy hind parashyutlari 1 million so'm joydagi narx, hind parashyuti 1 million 200 ming so'm. Kim shu biznesga qiziqsa, O'zbekiston bo'ylab penoblok apparatlarini ham yetkazib beryapmiz. Telefon qilaverasizlar. Mana mix ham qotirib qo'yishgan. Penoblokka osonlikcha kirmaydi mix. Kelib ko'rasizlar mana. Mix kirmaydi deganlar uchun qattiqroq bossa kiradi. Qattiqroq bossa mana. Lekin osongina qo'l bilan kirib ketmaydi. Chunki qattiq samarangizda bittaga bitta ushlaydi do'stlar. Xullas, videomiz yoqgan bo'lsa like'larni bosamiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Penoblok g'ishlarimiz haqida, mana bunday ovozi haqida kommentariyga yozib qoldiring. Mana bu ovozi haqida ham kommentariyaga yozib qoldiring. Boshqa joyda ham shunaqasi bormi?